Assalomu alaykum Rinat, qanday ahvolingiz, yaxshi turdingizmi? Men Hamid Nasriddin. O'zim G'uljiluq. Hozir turayotgan yerim Norvegiyada turman. To'plarda ancha-muncha diniy temalarda gaplashima. Tunni yog'i, ikki kunni yog'i ancha-muncha ishkaylarni o'zimizning ko'z qarashlarini o'tirib qo'yishdik. Bugun bir savol so'rabsiz. Sizlar namoz o'qimsizlar deb. Bu mana shu bir musulmonlarning orasiga, ya'ni Uyg'urlarning orasiga selayotgan eng cho'ng bir ziddiyat. Bu cho'ng bir ziddiyat. Qur'onga chaqirayotgan odamning namoz o'qimasligi mumkin emas. Qur'onni da'vo qilib namoz o'qimaydiganlar bo'lishi mumkin. Mumkin. Shaxsan men mush kunga kelguncha Qur'onda tilga ilingan ibodatlarning birisiga qarshi bir og'iz gap qilayotgan yerim yo'q. Namoz Qur'onda bor. Men namoz o'qiyman. Ro'za Qur'onda bor. Ro'za tutaman. Zakot bor. Iqtidorim yetgan, iqtisodim yetgan vaqtlarda zakot beraman. Haj qilib keldim. 2011-yil haj qilib kelgan. Men 15 yil bo'ldi haj qilib bo'lgani. Endi bu narsalar, bu ibodatlarning hammasi cho'disa Qur'onda bor. Men namozni 5 vaqt o'qiyman. Nima uchun desa, Payg'ambar alayhissalom o'sha 5 vaqt o'qib ko'rsatib qo'yapti-ku deb 5 vaqt o'qiyman. Chunki Qur'onda namoz bo'lganlik uchun. Va ba'zi olimlar Qur'ondan shu 5 vaqt namozning vaqtini chiroyli chiqarib berdi. Ba'zi olimlar 3 vaqtga deb qaraydiganlar bor Qur'onda. Yana bir turkum olimlar bor, Qur'onni so'zlab turib namozning vaqti yo'q deb qaraydiganlar bor. Bular o Qur'onni so'zlayotganlarning o'zining ishi. Bu o'zining qarashlari. Ularni biz Qur'onni so'zlab turib, birine o'zining qarashlarini o'tirib qo'ysa, aldirab turib Allohni inkor qilmagandan keyin, farishtalarni inkor qilmagandan keyin, qiyomatni inkor qilmagandan keyin, payg'ambarlarni inkor qilmagandan keyin, ham shu Qur'ondagi shu 5 iymonga iymon keltirib turib namozning vaqtlari to'g'riliq, rakatlari to'g'riliq talash-tatish qilishib qolsa, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Javobini Allohga o'zi beradi. Men qanday bir tashviqotchi desangiz, men qanday bir qarashda desangiz, men namoz o'qiyman, 5 vaqt o'qiyman, ro'za tutaman, zakot beraman, haj qilib keldim. Alloh halol deganlarning hammani halol deb e'tiqod qilaman, harom deganlarning hammani harom deb e'tiqod qilaman. Men nima uchun nurg'un qarindoshlar bilan talash-tatishlarga kirishib qoldim? Bumi hadis inkorchisiga degan nomlarni ep qolding deganda, men bir xil qarashda ko'pincha vaqtda o'tirib qo'yaman. Namoz Qur'onda bor. Payg'ambar alayhisalom albatta so'zlagan bu to'g'riliq, namozning xosiyatlari to'g'riliq, qanday o'qish to'g'riliq so'zlagan. Zakot bor. Zakotning xosiyatlari to'g'riliq, uni bersa Allohning oldida qanchalik ajr bo'lganligi to'g'riliq so'zlagan hadislar bor. Haj to'g'riliq bor. Ramazon to'g'riliq bor. Qur'onda tilga ilingan ibodatlar to'g'riliq Payg'ambar alayhisalom gap qilgan bo'lsa, gap qilgan. Lekin Qur'onda tilga ilinmagan, qat'iy tilga ilinmagan yoki Qur'onda hukm qilinmagan narsalarga qarata ahli sunni val jamoa nima uchun ba'zi hukmlar nadin kelib qoldi deydigan qarashdagi bir odamman. Nadin kelib qoldi bu deydigan, hozirgi kelguncha ching turayotgan, Payg'ambar alayhissalomning unda gapni qilishi mumkin emas deyotgan bir odamman. Chunki Qur'onda Payg'ambar alayhissalomga biz demaganni sen desang, sening qizil tomiringni kesimiz. U Muhammad alayhissalom deydi. Biz demaganni u bizning nomimizdan deb qolsa, uning qizil tomirini kesimiz. Aranglardan hech kim uni bizning qo'limizdan qutuldirib qololmaydi degan oyat bor. Payg'ambar alayhissalomning Qur'onga zid gap qilishi mumkin emas.
Qur'onga zid hukm berishi mumkin emas. Payg'ambar alayhisalom 23 yil jarayonida gap qildimi? Gap qildi. Xuddi siz bilan biz Qur'onning oyatini o'qib boshqalarni Alloh manda debdiki qarindishim manda qilishingiz kerak, to'g'ri ish qilishingiz kerak deganga o'xshash payg'ambar alayhisalom shu Qur'onni yetkazish jarayonida gap qildimi? Gap qildi. Lekin Qur'onga zid gap qilmadi. Payg'ambar alayhisalom Qur'onga zid gap qildi. Qur'onga zid hukm berdi, o'xshamaydigan hukmlarni berdi desa, u odam payg'ambar alayhisalom tuhmat qilgan bo'ladi. Imom Hanifning bir so'zini deb beray. Payg'ambar alayhisalomning bu to'g'riliqmi hadisi bor. Mening so'zim Qur'onga uyg'un bo'lmasa, u mendan emas deganmi hadis bor. Imom Hanifning bir so'zi bor, u payg'ambar Qur'onga zid gap qilmaydi. Agar zid gap qilib qolsa, u payg'ambar bo'lmaydi. Bir payg'ambar Qur'onga zid gap qilmaydi, zid gap qilib qolsa payg'ambar bo'lmaydi degan Imom Hanifning so'zi bor. Bu yerda mening mushu qarindoshlar bilan talash tortishning ichiga kirib, bunayni ching turib bo'lgan yerlarim nima desa, Qur'onda bir boshdan kelsak, mo'jizning payg'ambar alayhisalomga hech qanday mo'jizning berilmaganligini so'zlaydi Qur'on. Qur'ondan boshqa mo'jiza bermadiq deydi. Mo'jiz to'g'riliq nurg'un hadis bor. O'tirliqda uni siz o'qigan bilasiz. Gör azabı to'g'riliq Qur'on bir yig'iz gap qilmaydi. Görda azob bor degan oyat yo'q. Oyat yo'q. Gör azabı to'g'riliq nurg'un hadis bor. Endi jiq narsalar bor, shu bir nechasini shu mo'jiz to'g'riliq Qur'on nima deydi desa, shu Qur'onni o'zini mo'jiz qilib berdi, u Muhammad alayhisalomga mo'jiz bermadiq deydi. Qur'on mo'jiz. Qur'on qanday mo'jizsa, inson va jin birlashib turib, uning o'xshashini keltirolmaydi. Hech kim keltirolmaydi. Shuning uchun shu Qur'on sana mo'jiz mana. Mushtaqdan birini keltirib baqsinchi ular. Senden mo'jiz talab qiluvchi, shu Qur'onni sana biz mo'jiz qilib berdik. Shuningda birini bir tal oyat keltirib baqsinchi, inson va jin birlashib degan shu so'z shu Qur'onning mo'jizligini ko'rsatib turdi. Lekin boshqa mo'jizasi yo'q. Gör azobi yo'q Qur'onda. Görda azob bor degan bir gap yo'q. Yo'q. Görga kirgandan keyin ikki odam kirib so'raydi, hisob oladi, u yolg'on u. Sura Fatihaning 4-oyatida qiyomat kunining egisi, ya'ni hisob kunining egisi. Odam alayhisalomdan tortib hozirgi kungacha yashayotgan insonlardan hech qaysining hisob ilinmadi tahi. Qiyomat kuni Alloh hisobni ilib, uningdan jannatga va jahannamga uningdan keyin kirgizadi. Hisob olmay turib Alloh hech kimni azoblamaydi, hech kimni mukofotlamaydi. Bu Qur'onni o'qisangiz bilasiz, mendan chiqroq o'qigansiz bilasiz endi. Endi Qur'onda yo'q. Yana narsalar bor. Namoz o'qimagan odamni o'ldiramiz deb ahli sunnat va ahli sunniy val jamoa birlik qilib qolgan murtadni o'ldiramiz deydi. Murtad to'g'riliq 12 dona oyat bor. Hammasida uni o'ldiringlar degan gap yo'q. Mening o'z meylimga qo'yib o'tinglar. Men o'zim hisob olaman deb 12 dona oyatning hammasida murtaddan Alloh o'zi hisob oldiganlik to'g'riliq bor. Zinoxorni o'ldirish to'g'riliq oyat yo'q. Zinoxorni chamigsak qilish to'g'riliq 4 mazhab birlikka kelib qilganlik. Zinoxorni chamigsak qilib o'ldiramiz deydi. Qur'on Aysoning tushishiga iymon keltirishimizni bizga buyurmadi. Qur'onning hech yerda Ayso tushdi degan bir gap yo'q. Qur'onning hech yerda Mahdi chiqadi degan bir gap yo'q. Yo'q. Mushu yo'q narsalar nereden chiqib qoldi deyapmiz. Mushu yo'q narsalar nereden chiqib qoldi deyapmiz. Siz Payg'ambar alayhisalom anda debdiki, manda debdiki demasdan, men mushu degan narsani oyatlar bilan bir dalillab berib baqinglar menga. Oyat bilan dalillab bersangiz, hech qanday hadis o'qimasdan, o hadisni borligini men bilaman. Mushu o'tirib chiqib qolgan narsalarning hammasining hadisni borligini bilaman men. Mo'jiz to'g'riliq nurg'un hadis bor. Shafaat to'g'riliq nurg'un hadis bor. Qur'on kimga o shafaat qila oladigan deb shafaatchilarga maydon o'qib turib tushagan 31 dona oyat bor. Shafaat to'g'riliq nurg'un hadislar bor. Payg'ambar shafaat qila oladi. Alloh kimga shafaat qila oladigan da'vatsa, payg'ambar shafaat qiladi deydi. Gör azobi degan bir narsa yo'q tursa, go'rda nurg'un azob barzaq hayoti degan bir narsalarni so'zlaydi.
so'zlaydi. Murtadni o'ltirish kerak deb birlikka kelaylik. Namoz o'qimagan odamni o'ltirimiz deb birlikka kelaylik. Zinoxorni o'ltirishimiz kerak deb birlikka kelaylik. Mushu narsalarning to'g'riliq hadislarning borligini men bilaman, hammani bilaman. Haqiqatan bor. Necha yilningizni deb kelyapmiz bu narsani. Siz Qur'ondan bir dalil keltirib, mushu 7 turlik narsaga, 8 turlikka, birisi mo'jiza. Payg'ambar alayhisolamning mo'jizasining borligiga Qur'ondan dalil keltiring. Go'r azobining borligiga Qur'ondan dalil keltiring. Shafaatning borligiga, birisining shafaat qila oladiganligiga Qur'ondan dalil keltiring. Aysoning tushishiga Qur'ondan dalil keltiring. Mahdining chiqishiga Qur'ondan dalil keltiring. Namoz o'qimagan odamni o'ltirish uchun Qur'ondan dalil keltiring. Murtadni o'ltirish uchun Qur'ondan dalil keltiring. Zinoxorni o'ltirish uchun Qur'ondan dalil keltiring. Qur'ondan dalil keltirib gap qilib menga. Bu yerda manda degan, ayada anda degan demang. Uni men e'tirof qilmayman. Chunki Qur'onni Alloh nima uchun o'zgarmaydigan qildi desa, Muhammad alayhisalom ib kelgan din ashu. Muhammad alayhisalom qanday bir din ib kelgan desa, hozir hech kim mani ib kelganda bir yani ko'rsatib bermaydi. Mana shu Qur'onni ib kelgan deydi. Qur'onning o'zida Sura Ankabutning 50-51-oyatida mushu tilovat qilinib turgan Qur'on sizlarga kifoya qilmadimi degan oyat bor. Mush yetmamdi mushu sizlarga kifoya qilmadimi mush tilovat qilinib turgan Qur'on degan oyat bor. Sura Zuhrufning 43-oyatida qiyomat kuni sizlarni mushu Qur'on bilan hisob olamiz degan oyat bor. Qur'on bilan hisob olamiz degan oyat bor. Sura Furqonning 25-31-oyatigacha mening bu ummatim ey Alloh bu Qur'onni tashlandi qilib qo'ydi. Qur'onni o'ziga yetarsiz ko'rdi degan oyat bor. Demak, Qur'on yetidi bizga. Qur'on yetidi. Bunda oyatlar intayin jiq. Mushu Allohning vahiysiga isil, mushu vahiyga isilsin, vahiyda chin, vahiyga mustahkam islinglar, mushning islinglar degan nurg'un oyatlar bor. Men sizga ochiqroq ishtirak topadiganlar o'sha oyatlarni deb berdim hozir esimga kelgani. Ankabutning 50-51-oyatlarda ana ashundaq bu Qur'on sizlar mushu tilovat qilinib turadigan Qur'on sizlarga kifoya qilmadimi deydi. Kifoyaligini Alloh so'zlab tursa. Qiyomat kuni sizlarni mushu Qur'on bilan hisob olamiz deyotsa, bu Qur'onni mening ummatim tashlandi qilib qo'ydi deydi qiyomat kuni Muhammad alayhisalom. Bu Qur'on sizlarga yetmadimi deydi deb Sura Furqonda oyat tursa. Uningdan boshqa nurg'un mushu vahiyning yetadiganligini, Qur'onga mustahkam isilsi bo'ldiganligi to'g'riliq. Ya'ni Sura Furqonning 50-oyatida sen ularga ey Muhammad alayhisalom u mushriklarga mushu Qur'on bilan taqobil tu. Qur'on bilan taqobil tursang, sana ular tankilanmaydi degan oyat bor. Demak, Qur'on bilan taqobil turish uchun qanday qilasiz desa, Qur'on bilan munosabati yo'q. Yani İslam dinini başkalarına yetkizish uchun, İslam dininin haq din ekanligini yetkizish uchun Qur'on bilan munosabati yo'q hukmlarni desa, Qur'on bilan inkor qilib tashlaysiz. Qur'on bilan inkor qilib tashlamasdan bu Qur'onda hech qanday hukm bermagan tursa, Qur'onda yo'q tursa, uning o'rni yildizi Qur'onda bo'lmasa, u berayotgan hukmlar, ash iymonga shart qilgan narsalar, ash o'limga hukm qilgan narsalar Qur'onda qat'iy bo'lmasa, siz nima xiloflik qilgan bo'lasiz desa, mushu Qur'on bilan taqobil tu. Ey Muhammad alayhisalom, sen ularga degan ash oyatga siz din yetkazmoqchi bo'lsangiz, Qur'on bilan taqobil tumagan odam bo'lasiz. Shuning bilan Qur'on bilan taqobil tumagan vaqtingizda desa, nurg'un odam sizning gapingizni 10 tiyinga olmaydi. Chunki siz so'zlagan hadislarga zid keladigan nurg'un hadislar bor. Hadislarmi bir-birisiga zid. Qur'on desa, u bir-birisiga zid emas. Agar bu Qur'on insonning so'zi bo'lgan bo'lsa, uningdan bir-birisiga zidlikni topa oladi. Bu Qur'onda hech qanday zidlik yo'q deydi. Zidlik yo'q degan bo'lgandan keyin Qur'on ashundaq bir hukmlarni berib tursa, mayada hadisda bor olimlar birlikka kelganda bir narsalarni o'tirg'a qo'yib qo'ysangiz,
bu bir-birisiga zid bir din paydo bo'ladi va uningdan boshqa sizning so'zlayotgan so'zingiz bir-birisi bilan bog'lashmaydigan, mantiqsiz, birisi inkor qilib turadigan bir narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun tafakkur qilib beqishingizni, izlanib beqishingizni umid qilaman. Eng muhim bir so'z unutilib qolmasin, yana takrorlab qo'yay. Men namoz o'qiyman, 5 vaqt o'qiyman, ro'za tutaman, zakot beraman, haj qildim. Yana mo'rt kelsa, nafl haj qilishim mumkin. Allah fursat bersa. Mana shunda bir masala. Qur'onda bor narsada to'g'riliq biz shaxsan men hech kim bilan talashmadim. Qur'onda bor narsa to'g'riliq payg'ambar alayhisolamning bayon qilgan hadislarni uni sahihmi, sahih emasmi deb o'tlamayman. Sahih payg'ambar alayhisolam qilgan bo'lishi mumkin, chunki buning Qur'onda o'rni bor deyman. Lekin din qaysi desangiz, shu Qur'on shu. Shu Qur'onga mustahkam esilgan vaqtda dunyodagi hamma narsani cho'disa, turibdi sen niyatira deb maydisini ishtirib to'xtata olasiz. Qur'onni bilmasangiz cho'disa, nima Qur'onga uyg'un kelyotadi, nima uyg'un kelmayotadi, bu narsani farqlantira olmaysiz. Har qanday narsaning bir o'lchami bo'ladi. O'lchaydigan narsa. Xuddi bozordan bir ishkaplarni bir narsani olsangiz, ichidan qurashtirish daftari chiqadi-ku, katalog deymiz-ku. Ruscha nima deydi? Uyg'urchada shu qurashtirish daftari. Qaraydigan, selishtirib turib qurashtiradigan. Dinni bilish uchun desa, shu Qur'onni rasmiy o'tkal qilasiz. Qur'on shu o'lcham bo'ladi. Halol va haromlarga hukm beradigan narsa shu Qur'on. Qur'on halol degani halol bo'ladi, harom degani harom bo'ladi. Lekin Qur'on harom demagan narsani payg'ambarning harom deyishi, Qur'on o'limga hukm qilmagan narsalarni payg'ambarning o'limga hukm qilishi, Qur'on iymonga shart qilmagan narsalarni payg'ambarning iymonga shart qilishi mumkin emas bu. Bu payg'ambar alayhisolamga qilingan to'kmat bu. Qayta gap qilib tuzab qo'yay. Falani so'zim deb, ma so'zni manda qilaman deb mandaq bir jumla bilan ifodalab qo'yapti-man. Ifodalashim xato bo'lib qopti. Deyman men, shuni tuzib olaman degan maqsadda jiq anglayman. Ma ikki videoni angladim. Hech yerda Rasulga ishonamiz, Nabiga ishonmaymiz degan gap yo'q. Rasulga itoat bor, Nabiga itoat yo'q degan hamma yerda. Oldidagi videoda u to'g'riliq emas. Rasul Nabiy to'g'riliq aytilgan so'z bormi yo'qmi bilmayman. Anglab chiqdim. Ma ikkinchi video 14 minut 33 sekundlik videoda Rasul bilan Nabiyning farqini ayirish uchun millatga azroq sungan, buni burundan tortib sunayotgan bir darslik bu. Bunga diqqat qilsa bo'ladi. Lekin bu so'zni anglab chiqdim. Qilchilik bir piston chaqqa yeri yo'q buningki. Yo'q. Shunda tushunishlik. Lekin endi balla bizning bu so'zimizni anglashda mayada bir Qur'onchilar borki, ular shu hadisni inkor qildik degan hukmda ishda maydonda turib anglaganlik uchun to'g'rimi demasdan xatosini tepish uchun anglaganlik uchun qo'liqiga shayton ashunda bir narsani kirgizgan o'xshaydi buning kallasiga. Unda bir narsa yo'q bu yerda. Unda Rasulga ishonamiz, Nabiga ishonmaymiz degan gap yo'q, navzubillah. Qasddan mush gapni qilayotgan bo'lsa to'kmat bo'ladi. Xato anglab qolgan bo'lsa, qayta anglab tuzitib olsa bo'ladi. Unda bir og'iz gap yo'q. Men ikki qitim anglab chiqdim bu gapni. Hatta WhatsApp'dagi vaqtda yana anglagan bo'lsam 3-4 qitim anglagan bo'lishim mumkin. Unda bir gap yo'q. Itoat boshqa, ishonish boshqa. Itoat boshqa, ishonish boshqa. Itoat qilishda nimaga itoat qilamiz desa, Allohning so'ziga shaksiz itoat qilamiz. Uning hukmlariga shaksiz itoat qilamiz. Ishonish kelganda desa, Alloh ya'ni Qur'onda shuni Muhammad alayhisolamni nabiy dedi. Ya'ni payg'ambarlik tanlagan kishining ismini nabiy deydi. Bütün payg'ambarlarning hammasi nabiy ham rasul. O nabiylik tanlaganligiga ishonamiz. Ishonish boshqa, itoat boshqa. Bu so'zlarni farqlantirmasdan Nabiga ishonmaymiz,
Rasulga ishonamiz debdi yoki bo'lmasa Rasulga ishonamiz, Nabiyga ishonmaymiz debdi degan so'z buningda yo'q, unda gap yo'q, yolg'on.